Barchaga assalomu alaykum. Demak, gastroenterologiya bo'limining navbatdagi patologiyasiga yetib keldik. Demak, bugungi darsimizda sizlar bilan qizilo'ngach patologiyasi, ya'ni ezofagus patologiyalarini ko'rib o'tamiz. Demak, unda boshladik. Birinchi bo'lib gastroezofagal reflux kasalliklari haqida gaplashib o'tamiz. Demak, bu kasallikda GERD ham deb nomlab qo'yiladi, ya'ni oshqozondagi mana bu kontentlarda qizilo'ngachga qarab yurishi, ya'ni kislotali kontentlarni oshqozondan qizilo'ngach tomonga yurib, kerak bo'lsa og'iz bo'shlig'igacha yetib kelish holati bo'ladi. Buni bizda xalqimizda ya'ni zarda bo'lish ham deb ataladi. Ya'ni o'sha jig'ildoni qaynab, kislota yuqoriga ko'tarilib, zarda bo'lish holati biz gastroezofagal reflux kasalligi deymiz. O'zi to'yib ovqat yegan payti yoki qanaqadir noto'g'ri ovqatlanish hisobiga ham hamma odamda bo'lishi mumkin bo'lgan holat. Onda sonda bo'lsa muammosi yo'q, lekin gastroezofagal reflux kasalligi bu doimiy ravishda bo'lgandagina keyin biz tashxis qo'yamiz. Demak, GERD bu kasalligimiz ezofagusni lower esophageal sphincter, ya'ni biz bilardikki pastda normal holatda mana bu ezofagus pastki qismida sphincter bo'ladi va mana shuni tonusi kamayishi natijasida bu orasi ochilib qoladi, ya'ni bemalol oshqozon kontentlari yuqoriga ko'tarilishi mumkin bo'ladi. O'zi normada mana shu sphincter yopib turganligi uchun oshqozondan kelayotgan kislota orqa tomonga qarab qaytadi, ya'ni yuqoriga ko'tarilmaydi. Natijada lower esophageal sphincter ochiladi va oshqozonning kislotali kontenti yuqoriga ko'tarilishni boshlaydi. Mana ko'ryapsizlar, kislotali reflux hisoblanadi. Ko'pincha mana bemorlarda heartburn, ya'ni o'sha zarda bo'lib, mana shu tomog'ida achish holati kelib chiqadi, regurgitatsiya bo'ladi, tomog'igacha keladi va bemorda disfagiya holatlari bo'lishligi ham mumkin. Ya'ni disfagiya demak yutinishda muammo bo'ladi, yutolmay qoladi ovqatni. Mana shu holatlar bilan yutinganda achishadi, demak jig'ildoni qaynaydi. O'zlaring bu holat hammada bo'lgan menimcha. O'zlaring tushunib turibsizlar va doimiy ravishda GERD kasalligida kislotasi reflux bo'lavergandan xronik yo'tal, ya'ni surunkali yo'tal bilan birgalashib kelishligi mumkin. Kislota yuqoriga ko'tarilib, mana bu larinksgacha, ovoz boylanmalarigacha yetib kelsa, mana ko'ryapsizlar, laringofaringeal reflux ham deb ataladi. Kislota larinksdagi tog'ay paylarida zararlab, yallig'lanish chaqirib turib, ovoz boylanmalariga ta'sir ko'rsatib, hoarseness keltirib chiqaradi, ya'ni ovozni harillash holati. Xo'p, buni demak ko'pchilik biladi. Agar sizlar hiqchoq tutgan bo'lsanglar, hammamiz bilamiz, hiqqab uzoq muddatli hiqchoq tutish, misol uchun 1 kunlab, 2 kunlab hiqchoq tutsa, ba'zi bir odamlar bora-bora oxir-oqibat diafragma ko'tarilib, hiqchoq mana bu oshqozondagi kislotani ham yuqoriga tomon reflux qilib olib keladi. Tomoqqacha, o'sha larinksgacha bo'lgan joygacha achishtirib tashlaydi. Ya'ni 1 kun, 2 kun hiqchoq bo'lgandan keyin odam ertasiga hiqchoq qolganda tomog'i og'rib qoladi. Ya'ni ovozi xirillab, ovozi chiqmaydigan darajada bo'lib qoladi. Va GERD kasalligi ko'pincha astma bilan bog'liq bo'lishligi ham mumkin ekan. Endi buni asorati bor, complicationlari, demak, erosiv ezofagit, ezofagusni birinchi bo'lib yallig'lab yuboradi, chunki qizilo'ngachni mana bu mukozal qavati oshqozonda mana bu kislotali qavatiga moslashmagan. Ya'ni bu kislota qizilo'ngachda eroziya qildirib yuboradi. Shuning uchun erosiv ezofagit yallig'lanish holatiga olib kelib qo'yadi. Strikturlarga olib kelib qo'yishligi mumkin. Bu strikturlar bular ezofagusdagi, ya'ni to'rsimon holatda ezofagusda biriktiruvchi to'qima o'sib yopib yuboradi. Va keyingisi Barrett ezofagus, ya'ni Barrett ezofagus bu o'sma holati qizilo'ngachdagi, demak mukozasidagi mana shu epiteliy hujayralari oshqozonni kislotasida doimiy zararlanib turib, demak o'zini holatini o'zgartirib yuboradi. Mana endi e'tiborimizni quyidagi jadvalga qaratamiz. Demak, gastroezofagal reflux kasalligi. Demak, bu kasallikda patofiziologiyasi o'sha lower esophageal sphincterda, demak, tonusini kamayib ketishi, natijada keragidan ortiq bo'lgan relaksatsiyasi kengayib ketishi natijasida kelib chiqargan. Demak, yoki anatomik disrupsiyalar, har xil anatomik holatlar gastroezofagal junctionlarda bir-biriga qo'shilishda biror bir anatomik buzilishlar kelib chiqishi mumkin. Misol sifatida gietal hernia. Biz buni boshda gaplashganmiz, anatomiyalarda ham gaplashganmiz. Ezofagusda grijalari bor edi, ya'ni oshqozonning kardiak qismi bilan ezofagusdan shu sfinkter qismi yuqoriga diafragmadan chiqib qoladi, ko'tarilib qoladi va buni asorati reflux berib yuboradi. Yoki semiz odamlarda, homiladorlarda, chekuvchilarda va alkogol ichuvchilarda ham riski yuqori bo'ladi. Semizlar va homiladorlarda, demak, qorin bo'shlig'idan diafragmani, demak, qorin katta bo'lganligi uchun yuqoriga ko'tarib qo'yadi qisman va xuddiki getal grijaga o'xshagan holatda joylashgan bo'ladi. Chekish, alkogol ichish ham riskini oshirib yuborar ekan. Demak, holati
o'sha oshqozondagi kislotali materiallarni og'izgacha regurgitatsiya qilib orqaga qaytib chiqishi bo'ladi. Heartburn bo'ladi, ya'ni jig'ildon qaynaydi. Odinofagiya bo'ladi, ya'ni yutilganda og'riq bo'ladi. Chunki bu kislota doimiy ravishda bo'ladi. Bu bir marta, ikki marta bo'ladigan narsa emas. O'z nomi bilan gastroezofagal reflux kasalligi deyilyapti. Bu surunkali bir necha oylab, yillab davom etadi bu narsa. Shuning uchun bu odamlarda reflux ezofagitlar kelib chiqadi. Ya'ni yuqorida ko'rdik, eroziv ezofagit ham dedik, kislota qizil o'ngachda yemirib olgan bo'ladi va yutinganda og'riq bo'ladi. Odinofagiya, og'riqli yutinish. Va ekstraezofagal simptomlarini ham berishi mumkin. Bemorda yo'tal, laringit, xirillab qolishi mumkin nafas olayotgan paytda. Demak, shunday holatlarni keltirib chiqarar ekan. Demak, asorat sifatida yuqorida ham aytdik, ezofagusda eroziya qilib yuboradi. Demak, ezofagusda biriktiruvchi to'rsimon to'qimalarda o'stirib yuboradi strukturlar va Barrett ezofagus yoki boshqacha qilib aytganda adenokarsinomasi o'sma kasalligini keltirib chiqaradi. Endi dastlabki davo yo'llari, birinchi bo'lib, agar bemorimiz semiz bo'lsa, vaznini tashlashga to'g'ri keladi. Keyingisi dietani o'zgartirish kerak, sog'lom ovqatlanish kerak va undan keyingisi oshqozonning kislotasiligini kamaytirish maqsadida demak, gistamin 2 retseptor blokatorlari va proton pompa ingibitorlari beramiz. Demak, hammamiz biladigan omeprazol, pentaprazol deb nomlangan ana shu PPI'larni beramiz. Sabab, maqsad bu oshqozonning kislotaliligini anchagina kamaytirish va bemorga yengillik berish hisoblanadi. Navbatdagi slaydimizda endi biz ezofagitlar haqida gaplashib o'tamiz. Demak, ezofagit o'z navbatida ezofagusda mukozal qavatini yallig'lanish holati. Demak, bunda ezofagus yallig'langandan keyin demak odinofagiya bo'ladi, yutinganda og'riq bo'ladi va disfagiya, tiqilish holati ham kelib chiqishligi mumkin. Ya'ni nimadir turganga o'xshaydi yutingan paytda. Demak, o'z navbatida ezofagitni turlari bor. Demak, birinchisi reflux ezofagit yoki eroziv ezofagit ham deyiladi. Demak, eng ko'p uchraydigan turi hisoblanadi. Bu demak GERDga nisbatan ikkilamchi ham bo'lishi mumkin. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri o'zi to'satdan reflux ezofagit paydo bo'lmaydi. Ya'ni o'sha gastroezofagal reflux kasalligidan keyin ikkilamchi bo'lib kelib chiqishligi mumkin. Demak, buni ko'rdik. Oshqozondagi kislotani kontenti ezofagusda yemirib yuboradi kislota. Ikkinchisi doriga bog'liq bo'lgan ezofagit hisoblanadi. Demak, ko'ryapsizlar, mana bifosfonatlar, tetrasiklinlar, non-steroidlar, temir birikmalari va kaliy xlorid kabi dorilarimiz ichgan paytimizda demak ezofagusda turib qoladi, qanchadir qismi qolib ketadi va ezofagusda yallig'lab qo'yish ehtimolligi bor. Shuning uchun ayniqsa mana bu bifosfonatlarda yozgan, bular suyakni yemirmaslik uchun beriladigan dorilar hisoblanadi. Xo'p, bularda asosan yo'li ko'proq suv bilan ichish kerak, yarim litr suv bilan ichish kerak va asosan bemorimiz tik turgan holatda ichish kerak. Tik turgan holatda ichganda ezofagus to'g'rilashadi. Demak, uzunasiga eng maksimal cho'ziladi va ichganda maksimal mana bu dorilar oshqozonga tushib ketadi. Demak, ba'zi bir dorilarimiz bor, tik holatda ichishimizga to'g'ri keladi va bu dorilar holat katta bo'lishligi mumkin va ezofagusda turib qolsa, yallig'lash keltirib chiqarib qo'yishligi mumkin. Shuning uchun ko'proq suv bilan ichish tavsiya qilinadi. Dorilarni eslab qolinglar, albatta bemorda etiologiyasida aytib o'tib ketadi yoki suyak bilan bog'liq muammosi bor, bifosfonatlar ichadi deydi. Endi bifosfonatlarga misol alendronat degan dorilar bor. Aynan misolini aytib o'tib ketadi. Yoki tetrasiklin deb nomlangan antibiotiklar, non-steroidlar, temirli birikmalar va kaliy xlorid kabilar ham bunga sabab bo'lib qolishligi mumkin ekan. Xo'p, navbatdagisi eozinofilik ezofagit hisoblanadi. Demak, bu o'z nomi bilan eozinofilik deyilyapti. Demak, xronik, demak immun mediated, ya'ni immun tizimiga bog'liq holatda bo'ladi. Va asosan yallig'lanadigan mana bu infiltratni olib namuna olib ko'rilganda eozinofillar ko'pgina topiladi va bu ko'pincha boshqa eozinofil, ya'ni allergik reaksiyalar bilan bog'liq holatda keladi. Ya'ni bilardikki, biz atopik kasallik deb nomlardik u narsalarni astma. Astmada ham odam organizmida immunoglobulin Y'larning miqdori oshadi yoki qonda eozinofillarning miqdori ko'payishi mumkin. Xuddi shunday eozinofilik ezofagitda ham qonda eozinofillar miqdori oshib, mana shu yallig'lanish joylaridan biopsiya olib ko'rilganda, demak, olingan namuna tarkibida eozinofillar infiltratsiyasi topilishi mumkin bo'ladi. Endi endoskopda ko'rganimizda eozinofilik ezofagitda linear yirtilishlar, yallig'lanishlar bo'ladi. Xuddi mana bu rasmga o'xshab, endi bunda karash nazarda tutilgan, linear bunday chiziqli bo'ladi, yallig'lanish holati. Mana tasavvur qilinglar, mana bunday chiziqli holatda bo'ladi va ezofagal ring deyapti. Mana bunday halqa hosil qilishi ham mumkin yallig'lanish holati bilan.
Ana endi navbatdagi ezofagit turlari bu infeksion ezofagit hisoblanadi. Mana shuni ajratib olishligimiz kerak. Biz uchun juda ham kerak bo'ladi. Infeksion ezofagit o'z navbatida kandidiozli bo'lishi mumkin, ya'ni zamburug'li eng ko'p uchraydi va oq karash bo'ladi, psevdomembranalardan tashkil topgan bo'ladi. Va e'tibor beringlar, oq karash. Buni tilda ham gaplashib o'tdik undan oldin. Kandidiozlarda tilda ham shunaqa oq karash paydo qiladi va kandidiozli ezofagit bor. Demak, bunda ham rasmni ko'rsatyapsizlar. Uni ezofagusda endoskopda rasmda olingan holati. Demak, maxsus mana karashlar ezofagusda ham joylashgan va bularda shilib olsa tilga o'xshab xuddi shilinib ketadigan karashlar bo'ladi. Demak, bu holat ham shu HIV bo'lgan bemorlarda bo'lishligi mumkin, chunki dastavval HIV bo'lganda immuniteti kamayib turib, odamda og'iz bo'shlig'ida, tilida shunaqa kandidiozli karashlar paydo bo'ladi. Keyinchalik kandidiya yurib, qizilo'ngachga yetib olishligi mumkin bo'ladi. Yoki og'ir immunitet tanqisligi sindromlarida, boshqa avtoimmun kasalliklarda ham shunaqa kandidiozli ezofagitlar bo'lishligi mumkin. Va navbatdagi infeksiyamiz gerpes simplex virus birinchi tipi hisoblanadi. Birinchi tur gerpes. Bunda punch out ulserlar, xuddi stomatitga o'xshagan yumaloq punch out yarachalar bo'ladi. Mana bunday holatda joylashgan bo'ladi. Bunda linear, bunda yara bo'lmaydi. Shu narsaga e'tibor beringlar. Aynan mana shu kalit so'zi punch out deyilgani, ya'ni xuddi bo'rtib chiqqan mana shu stomatitga o'xshagan urilgan, ya'ni xuddi otilib mana bunday urilgan holatda yaralar bo'ladi, mayda yumaloq. Xo'p, demak, bu yaralar gerpes, demak, pastki qismi eritromatoz qizargan bo'lishi mumkin. Demak, bunaqa oq karash bo'lmaydi. Keyingisi sitomegalovirusli yaralar. Sitomegalovirusli ezofagit bo'lganda asosan mana bunday linear yaralar bo'ladi. Bu gerpesdan farqi va yuqorida aytishinglar mumkin. Kandidiozda ham mana oq karash linear-ku, bitta chiziqda chizilgan deyishinglar mumkin, lekin sitomegalovirusda ham yaralari mana bunday holatda chiziqli bo'ladi, lekin mana bunday oq karashma bo'lmaydi. Hozir men sizlarga buni gistologiyasidan ham farqlashtirib tushuntirib beraman. Ko'pincha bu holat infeksion ezofagitlar, ko'ryapsizlar, immunosupressiya bilan bog'liq. Biror bir surunkali kasalligi bor yoki spidi bor, shunaqa odamlarda bo'lishligi mumkin ekan. Demak, bilib olinglar, agar karashli bo'ladigan bo'lsa, shunaqa oq membranasi bor bo'lsa, bu kandidiya bo'ladi. Agar yumaloq punch out ulserlar bo'lib, tagi qizargan bo'lsa, bu gerpes simplex virus bo'ladi. Linear yaralar desa, hech qanday karash haqida gapirmasa, bu sitomegalovirusli infeksiya bo'ladi. Ya'ni buni endoskopda ko'rib aytsak bo'laveradi. Va undan keyingisi korroziv ezofagit hisoblanadi. Ya'ni korroziya degani o'z navbatida o'sha yemirilish. Bu ko'pincha kaustik inyeksiya, ya'ni biror bir ishqoriy moddalar ichib yuborilganda, o'zini zaharlash maqsadida yoki to'satdan kirib ketib qolgan paytda ezofagusda to'g'ridan-to'g'ri shunaqa shilib yuborishligi mumkin. Buni ham endoskop tiqib turib holatni ko'rganimizdagina bilamiz. Demak, endi har birini gistologiyasi bilan ko'rib chiqsak, mana reflux ezofagitga e'tibor beringlar. Reflux ezofagit shu Barrett sindromini oldin keladigan holati, doimiy ravishda oshqozonning kislotasi ezofagusga o'taverish natijasida mana bu ezofagusda mukozal qavati juda ham cho'zilib ketadi. Mana ko'ryapsizlar, lamina propria papillalari juda ham cho'zilib ketadi, chunki skleroz epiteliya qavati juda ham katta joyda egallashni boshlaydi. Sabab doimiy ravishda kislotaga chidamlilik maqsadida, demak, hujayralar ko'payib o'zini holatini o'zgartiradi. Va mana bu intraepitelial epiteliya hujayralarining orasida yallig'lanish hujayralari kelib chiqadi. Bu shuni hisoblaydi, demak, reflux ezofagit hisoblanadi. Mana bu eozinofilik ezofagit bo'lsa, aytib o'tdik, astmalar bilan bog'liq. Bunda ham linear, har xil chiziqli yallig'lanishlar bo'ladi. Mana eozinofillik infiltratlarni topishimiz mumkin bo'ladi buni biopsiyasida. Navbatdagi gistologiya bu kandidial ezofagit hisoblanadi. Kandidiyani sizlar tashqi tomondan ko'rinishini ko'rdinglar. Demak, karashlar bilan qoplangan oq uzuq chiziqli bo'ladi. Endi buni gistologiyasida olib ko'rganimizda mana bu, demak, eozin bo'yog'ida bo'yalganda, demak, skleroz epiteliyalar va ko'pgina neytrofillardan tashkil topgan bo'ladi. Mana neytrofillar infiltrat bo'ladi. Shu kandidiyaga qarshi yallig'lanish uchun kelgan bo'ladi. Va o'zini maxsus periodik acid shift bo'yog'i bor. Demak, bunda ko'rganimizda mana bunday tayoqchalarni ko'ramiz. Bu o'sha psevdogifalar hisoblanadi, zamburug'larning tanachalari. Mana ko'ryapsizlar, o'zini maxsus gifalari bo'ladi. Demak, gistologiyasida ham aytishimiz mumkin, tashqi tomondan ko'rib ham bemalol bu kandidiozli ezofagit deyishimiz mumkin bo'ladi. Ana endi navbatdagi ezofagit turlari bu gerpesli ezofagit. Demak, buni gistologiyasida mana ko'ryapsizlar, skleroz yassi hujayralar, demak, nuklear inclusion deyapti. Mana bu yadrolarning ichida
maxsus kiritmalari joylashgan bo'ladi. Demak, mana bu holatda ko'rishingiz mumkin. Ground glass, ya'ni singan oynaga o'xshagan holatda yadroning ichida kiritmalari bilan ham uchrashi mumkin bo'ladi gerpes ezofagitda. Endi sizlarga yana bir narsani aytib o'tib ketaman. Sitomegalovirusli ezofagitning o'ziga xos bo'lgan histologiyasida bor. Demak, sitoplazmaning ichida maxsus kiritma bo'ladi. Buni demak o'sha boyqush ko'zi, owl eye ham deb nomlanadi. Ya'ni ko'ryapsizlar, bitta katta kiritma bo'ladi. Xuddi o'sha boyqush ko'ziga o'xshagan, boy o'g'lining ko'ziga o'xshagan holatda ko'rinadi yadroning ichidagi, ya'ni sitoplazmaning ichidagi kiritmalar. Demak, agar mabodo sizlarga shunaqa owl eye holatdagi kiritma topildi deb aytib ketgan bo'lsa, sizlar sitomegalovirusli ezofagitni olishingizga to'g'ri keladi. Xo'p, bularni gerpesligini, sitomegalovirusligini yoki kandidiozligini bilishi bizga davo taktikasini qo'llashga yordam beradi. Ya'ni agar kandidoz bo'lsa, biz flukonazollar beramiz, ya'ni anti-zamburug'ga qarshi bo'lgan dorilar beramiz. Gerpes bo'lsa, atsiklavir bilan davolashimiz mumkin. Sitomegalovirus bo'lsa, atsiklavir ta'sir qilmaydi. Unga valganciklavir deb nomlangan sal kuchliroqlarini berishimizga to'g'ri keladi. Demak, qaysi turligini aniqlab olishligimiz bizga davo chorasi uchun muhim bo'lar ekan. Ana endi navbatdagi ezofagus patologiyalarini ko'rib chiqamiz. Demak, birinchisi Plummer-Vinson sindromi hisoblanadi. Demak, bu sindrom quyidagi 3 ta triadadan iborat. Demak, disfagiya bo'ladi, bemorimiz yutinishda qiyinchiligi bo'ladi, temir yetishmovchiligi anemiya bo'ladi va ezofagal web. Ya'ni ezofagal web degani o'rgimchak to'riga o'xshab turib, ezofagusni yuqoridan ko'rganimizda shunaqa to'rsimon o'rgimchak to'rlari ezofagusni to'sib qo'yadi. Demak, bu Plummer-Vinson sindromi deb shu uchalasi uchragan paytda aytiladi. Demak, bunda ko'ryapsizlar, squamous cell karsinomaga riski yuqori ezofagusli karsinomalarini keltirib chiqarishligi mumkin ekan. Va bu ko'pincha tilni yallig'lanish bilan birgalashib keladi, glossitlar bo'ladi bu bemorimizda. Xo'p, sizlarga aytish mumkin, buni case qilib quyidagicha berish mumkin, ya'ni bemorda temir yetishmovchiligi anemiyasini beradi, yutinishda qiyinchiliklar bo'lib beradi, ezofagal web bo'lishini so'rash mumkin yoki keyinchalik nimaga riski ko'tarilib ketishini so'rash mumkin. Ya'ni bu shunaqa sindrom, Plummer-Vinson sindromi, mana shu 3 ta holatni yonma-yon kelishi. Xo'p, nimaga aynan hozir o'rganyapmiz? Sababi disfagiya, temir yetishmovchiligi anemiyasiga qo'shilib turib, ezofagusda to'r bo'lib qolishi. Ana shu to'r bo'lib qolgandan keyin o'z navbatida disfagiya ham birgalashib kelyapti. Va bemorda glossitlar bilan ham yonma-yon kelar ekan, guys. Shu narsani bilib olinglar. Undan keyingisi Mallory-Weiss sindromi hisoblanadi. Buni gaplashib o'tdik anatomiyasida. Demak, ezofagusdagi shu mukozal qavatini, demak, ko'ryapsizlar, qisman qalinlikda uzunasiga yirtilish holati. Ya'ni ezofagusda uzunasiga submukoza va mukoza qavatini yirtilishi hisoblanadi. Demak, ko'pincha qusish orqali kelib chiqadi. Agar bemorimiz o'zi jiddiy qussa, qattiq kuchanib qusish natijasida ezofagusda qisman shu ikkita qavatning yirtilishi natijasida qon qusadi bemorimiz. Ya'ni buni oldin ham ko'rdik. Ko'pincha mana gematemezis bo'ladi, qorinda yoki orqa tomonda og'riq bo'ladi. Ko'pincha bu o'sha alkogol ichuvchi alkash odamlarda yoki bulimiya nevrozalarda. Bulimiya nevroza bu psixiatrik kasallik, ya'ni bu bemor o'zini holatini, ya'ni ozishi uchun, ya'ni semirib ketmasligi uchun ovqat yeydida yana qaytadan qusaveradi, majburlab o'zini qusaveradi. Shunaqa holati bo'ladi. Bulimiya nevrozalarda yoki alkogol ichuvchi odamlarda, ya'ni qattiq, kuchli kuchanib qusish natijasida oshqozondagi kontentlar otilib chiqayotgan paytda ezofagusning distal qismini uzunamachasiga submukoza va mukoza qavatini yirtib yuboradi. Natijada bemor qon qusadi. Demak, buni Mallory-Weiss sindromi deymiz. Sizlarga buni Burhev sindromini ham aytib o'tganman, ya'ni anatomiyada ezofagusda perforatsiya bo'lib yirtilib ketishi. Mana ko'rishingiz mumkin, ezofagal perforatsiya. Ko'pincha eng ko'p uchraydigan holati, demak, bu iatrogenik, ya'ni shifokor xatosi bilan bo'ladigan holat ezofagusga biror bir instrument, misol uchun endoskop tiqayotgan paytda ham agar biror bir iatrogenik holat vujudga kelsa, teshib qo'yishi mumkin. Yoki non iatrogenik bo'lishi mumkin, spontan o'zi yorilib ketadi yoki biror bir narsa iste'mol qilib yuborishi, misol temir yutib yuborishligi mumkin odamlar, travma bo'lishi mumkin ezofagusda yirtilishiga yoki biror bir o'sma ham ezofagus devoriga botib kirib, ezofagus perforatsiya qilib yorib yuboradi. Natijada bizga eng birinchi holat, bilishimiz kerak bo'lgan holat pneumomediastinum kelib chiqadi, ya'ni endi ezofagus yirtilgandan keyin ichidagi havo mediastinal bo'shliqqa chiqib ketadi. Mana bu kompyuter tomografiyasiga e'tibor bersanglar, mana bu qora yurakning oldidagi qism, demak, bu yig'ilgan mediastinum bo'shlig'idagi ko'pgina havo va pneumomediastinum chaqirib qo'yadi. Va terining ostida emfizemalar, ya'ni subkutaneous emfizemalar deyiladi. Ya'ni buni Hamman belgisi ham dirdik.
Mana ko'ryapsizlar, ko'krak devorini yoki bo'yin sohalarini demak eshitib ko'rganimizda yoki urib ko'rganimizda, demak krepitatsiyalar eshitamiz, havoni shirqillashlarini eshitamiz. Yoki o'sha auskultatsiyada eshitib ko'rgan paytimizda ham bo'yin yoki o'sha ko'krak qafasini eshitganlaringda mediastinal sohada havo shirqilab haligi yurganga o'xshaydi. Demak, bu narsa havo borligidan dalolat berar ekan. Demak, Burhev sindromini aytdim yuqorida, ezofagusda yirtilib ketishi transmural ko'pincha o'sha biror bir o'zini majburlab qustirayotgan paytda yoki alkogol ichuvchi odamlarda ham bo'lishi mumkin bu narsa. Ya'ni ortiqcha darajada kuchanish natijasida ezofagus yirtilib ham ketadi. Ana endi gastroezofagal o'sha mural zararlanishlarida ikkita turini ko'rdik. Yuqorida Mallory-Weiss sindromini ko'rdik, Burhev sindromini ko'rdik. Ikkalasini bir-biridan farqini ko'rib chiqamiz. Demak, ikkalasini etiologiyasida ham, demak, o'zini kuchanib turib qusganda faqatgina mukoza yetiladi. Submukozada joylashgan vena va arteriyalar qonab turib, gemotemezis qon qusadi. Burhev ham xuddi shunday, o'zini majburlab qusayotgan paytda, lekin bunda kuchliroq bo'lganligi uchun transmural yetilib ketadi ezofagus polni. Va natijada ezofagusdagi havo, suyuqlik, demak, atrofga tarqab ketib, mediastinal bo'shliqqa chiqib ketadi. Va Mallory-Weiss tirida epigastral sohada yoki orqa tomonda bel qismlarida og'riq bo'ladi va qon qusadi. Va bemorda gipovolemiya bo'lishligi mumkin qon yo'qotishligi uchun. Lekin Burhev sindromida ko'krak, orqa tomon epigastral sohada qattiq og'riq bo'ladi va krepitatsiya eshitiladi, ya'ni havo borligi uchun va crunching soundlar, shu havoni demak maxsus auskultatsiyada eshitganimizda shirqillash soatlari, buni Hamman belgisi ham deyiladi. Bemorda adenofagiya kelib chiqadi, ya'ni umuman og'riqli yutinish bo'ladi, yutunganda ham dispnoya bo'ladi, isitma chiqib sepsisgacha o'tib ketishligi mumkin. Sababi demak ezofagusda ichidagi suyuqlik yoki havo mediastinal bo'shliqqa o'tib turib sepsis berib yuborishligi mumkin. Demak, tekshiruvlar natijasida, demak, Mallory-Weiss tirini, demak, tekshiruvni yuqori gastrointestinal endoskop yordamida diagnoz qo'yib tekshiramiz. Ya'ni endoskopda o'sha hozirgi holatlarda video endoskoplar bor, videosi bilan, kamerasi bilan pastga tushib turib, holatni ko'rib, kerak bo'lsa shu joyda davolab, ya'ni qonni to'xtatib ham chiqib ketsa bo'ladi endoskopik yo'l orqali. Endi Burhev holati jicha og'irroq bo'lganligi uchun bunda birinchi X-ray qilib ko'riladi. Pneumotoraks ko'rishligimiz mumkin yoki pneumomediastinum bormi, plevral effuziyalar bormi, suyuqlik yig'ilib ketdimi, shularni ko'rib qo'yamiz. Va e'tibor beringlar, ezofagografiya qilamiz, kompyuter tomografiyada qilishimiz ham mumkin. Suvda eriydigan suvli kontrastda qilamiz asosan, bariyli kontrastda emas. Demak, ko'pchilik adashib qo'yadi, suvda erimaydigan yoki biror bir bariyli kontrast topib qo'yadi. Sababi bariyli bo'tqa ichirib qo'ysa, to'g'ri, renginda aytib berishi mumkin, faqat bariyli bo'tqa demak mediastinal bo'shliqqa chiqib ketganda mediastinni chaqirib turib, kerak bo'lsa o'limgacha olib kelib qo'yishligi mumkin va uni biz qaytadan yig'ib ola olmaymiz. Shuning uchun suvli, ya'ni suvda eriydigan maxsus kontrast bo'ladi. Sababi mediastinal bo'shliqdagi suvda erib turib, so'rilib, u yo'qolib ketaveradi. Bizga muammo tug'dirmaydi. Mana shu narsa ham super hayal joyi, bilib olinglar. Bekorga qora harfda ham yozilmagan bo'rttirib. Va undan keyingisi davolash. Demak, Mallory-Weiss tirida birinchi bo'lib oshqozondagi kislotani supressiya qilib turamiz. Sababi agar reflux bo'lsa, yana qaytadan o'sha yirtilgan joyda ochib yuborishligi mumkin va ko'pincha o'zi spontan ravishda tuzalib ketadi. Endi Burhev sindromida ham xuddi shunday, demak, oshqozonni kislotasini supressiya qilamiz va bunda sepsisni oldini olish uchun antibiotiklar beramiz va og'izdan hech nima bermaymiz. Ya'ni NPO degani og'izdan hech nima berilmaydi. Sababi ovqat luqmasi ham teshilgan joydan mediastinumga tushib turib, yallig'lanib chaqirib qo'yishligi mumkin. Bularda parenteral demak ovqatlantirib turiladi. Va ko'ryapsizlar, surgical konsultatsiya, buni albatta xirurg ko'rish kerak, ezofagusda tikib yopishtirmasa bo'lmaydi buni. O'zini o'zi, ya'ni kutishimizdan foyda yo'q. Spontan davolab bo'lmaydi buni. Mallory-Weissda endi submukoza va mukoza qavati o'zi bitib ketishligi mumkin, lekin bu unday emas. Demak, ikkalasini bir-biridan farqini tushundinglar, diagnostikasida, davolashda va asosiy bo'ladigan joylarda ham. Mabodo case tushsa, yaxshiroq yana o'rganib olamiz. Xo'p, navbatdagilari, demak, slaydimizda ezofagal varislarni ko'rib o'tyapsizlar. Demak, bu ezofagal varikoz venalari bu ko'pincha ezofagusda submukoza qavatidagi venalarda mana shunday katta bo'lib, dimlanib qolish holati bo'ladi. Demak, bu asosan ezofagusda pastki 3/1 qismida joylashgan, chunki ana shu pastki 3/1 qismi
demak o'zini maxsus venasi, ya'ni oshqozondan oladigan left gastric venaga quyiladi va u borib turib portal venaga quyiladi. Shuni hisobiga serrozlarda, ko'pincha o'sha portal gipertenziya bo'ladigan holatlarda ezofagusda pastki 3/1 qismini ta'minlovchi venada dimlanish sodir bo'lib, mana bunday varikozlar keltirib chiqaradi. Mana ko'ryapsizlar, ko'pincha bu serrozlarda bo'ladi va hatto bu yorilib ketib qolsa, o'limgacha olib boruvchi gemotemezis, qon qusishlargacha olib keladi. Ya'ni bemor qon qusib katta miqdorda qon yo'qotib o'lib qolishligi ham mumkin agar biz tezdagina o'sha chora ko'rmasak. Ana endi mana bu jadvalni ko'rib chiqamiz. Demak, ezofagusda shu varikoz venalari qonab ketganda nima qilishimiz kerak? Bu step 2 ma'lumoti qisman tushuncha berib ketaman. Demak, sizlar o'sha ezofagusda varikozlardan qon ketayotganligini taxmin qilyapmiz. Birinchi bo'lib e'tibor beringlar, ikkita intravenöz kateter qo'yib qo'yiladi. Buni maqsadi demak suyuqlikda o'rnini bosish. Chunki odam katta miqdorda qon yo'qotsa, gipovolemiyaga tushib turib, o'limgacha olib kelishligi mumkin. Ya'ni demak, birinchi bo'lib qiladigan ishimiz volume resuscitation. Ikkita o'sha kateter qo'ydik, intravenöz suyuqli joyiga keldi, suyuqlikni tikladik va intravenöz aktiratid beramiz. Bu aktiratid hammamiz biluvchi o'sha somatostatin analogi hisoblanadi va sizlar bilan fiziologiyasida ham gaplashganmiz. Barchasini ingibitorlovchi gormon hisoblanadi. O'sha oshqozon hazm traktidan chiquvchi barcha gormonlarda, kislotalarda ingibitorlaydi va qo'shimchasiga qon tomir toraytirish effekti ham bor. Shu oshqozon hazm traktida. Qon tomirlar toraytirish maqsadida ham beriladi va antibiotik beriladi albatta, chunki yallig'lanib, ya'ni keyinchalik sepsis berib yubormasligi uchun. Demak, ketma-ket ketadi. Birinchi bo'lib suyuqlikni joyiga tushirdik, davleniyani joyiga tushirdik, undan keyin qon tomir toraytirish maqsadida aktiratid berdik va antibiotik berib qo'ydik. Va undan keyin endi shu varikozlarni to'g'rilash maqsadida endoskopik terapiya qilamiz, ya'ni endoskop yordamida tushib ko'ramiz. Natijada endoskop kirib ko'rganimizda ko'ryapsizlar, hech qanday hozirgi paytda qon ketmayotgan bo'lsa, demak ikkilamchi profilaktikani boshlab qo'yishimiz kerak. Ya'ni o'sha qon to'xtab bo'ldi, o'sha bitib qoldi, ya'ni qon to'xtadi va endoskop tiqqan paytimizda qonamayapti. Demak, yokida e'tibor beringlar, urgent endoskopik terapiya qilindi, endoskop bilan shu qon to'xtatildi. Natijada yana tekshiruv o'tkazilganda bo'ldi, boshqa qonamayapti. Ya'ni kutiladi, endoskop bilan operatsiya qilib, tomirlar o'sha ligatura qo'yilib to'xtagandan keyin bo'ldi, qonash sodir bo'lmasa, ikkilamchi profilaktika boshlanadi, yana qaytadan qonashni oldini olish maqsadida. Bunda mana ko'ryapsizlar, birinchi bo'lib beta blokatorlar beriladi. Sababi beta blokatorlar qon tomirlarini toraytirish effekti bor. Va keyinchalik 1-2 haftadan keyin endoskopik band ligation qilib qo'yiladi, ya'ni o'sha joydagi vena tomirlarini ligatura qilib qo'yiladi. O'sha qonab ketgan tomirlarni maqsad yana qaytadan qonashini oldini olish maqsadida. Endi ikkinchi ustun e'tibor beringlar, urgent endoskopik terapiya qilindi. Endoskop bilan demak tomirlar ligatura qo'yilib, demak to'xtab tikilib qo'yildi. Shunda ham qonayapti, davom etyapti qonash. Bunda balon tamponada qilamiz. Balon tamponada bu demak vaqtinchalik bo'ladi. Vaqtinchalik degani, ya'ni maxsus balonchik demak tamponada qilib tomirlarni ezib, undan qon ketishini to'xtatib turadi. Va bu vaqtinchalik ushlab turiladi va oxir-oqibat ko'ryapsizlar, shunt surgery yoki TIPS qo'yiladi. Bu transyugulyar intrahepatic portosistemik shunt hisoblanadi, ya'ni portal gipertenziyani oldini olish maqsadida jigardagi venalarni inferior vena cavaga ulab qo'yiladi va bosim kamaytiriladi. Yoki ko'ryapsizlar, urgent endoskopik terapiya qilindi va qilinishiga qonab ketib qoldi. Yana qonab ketdi va yana qaytarib endoskopik terapiya qilamiz. Undan keyin ham yana qonab ketsa, yana xuddi shunday TIPS qo'yib qo'yiladi. Demak, oxir-oqibat bu odam qon ketishidan, ya'ni o'sha gemotemezisdan o'lmaslik maqsadida shu transyugulyar intrahepatic portosistemik shunt qo'yiladi. Buni sizlar anatomiyada ko'rib chiqdinglar. U shuntni qo'yishimiz bemorni qisman uzaytirib beradi umrini, lekin bemor undan keyin komaga tushib qolish ehtimoligi yuqori. Ya'ni ammiak katta miqdori to'g'ridan-to'g'ri jigardan chiqib ketmasdan miyaga borib turib, gepatik ensefalopatiyalar chaqirib qo'yadi. Lekin ya'ni qon qusib o'lgandan ko'ra yengilroq holat. Demak, navbatdagi kasallik axlaziya hisoblanadi. Axlaziya bu o'sha ezofagusni pastki lower ezofagal sfinkterda relaksatsiya bo'lishida muammo bo'ladi. Buni sababi demak ana shu joydagi maxsus ingibitor neyronlarda degeneratsiya bo'lishi.
Ya'ni uni tarkibida azot oksid chiqarib turilardi yoki vazoaktiv intestinal peptid chiqarib turilardi. Demak, ana shu joyda mienterik Auerbach plexusi joylashgan bo'lardi ezofagus devorida. Va ularning vazifasi o'sha shu joydagi muskullarni bo'shashtirib, ezofagusni mana shu pastki sfinkterini relaksatsiya qilib turish edi buni maqsadi. Lekin shu axlaziyada ana shu nervlar degeneratsiya bo'lib ketganligi hisobiga bo'ldi. Axlaziyadan keyin qaytib mana bu pastki sfinkter relaksatsiya bo'lmaydi. Demak, idiopatik kelib chiqishligi mumkin ekan yoki ikkilamchi Chagas kasalligida. Demak, maxsus parazit bor, Trypanosoma cruzi deb nomlangan. Demak, shu ham ezofagusga kelib turib, shu joydagi neyronlarni zararlab qo'yadi, kemirib yuboradi, natijada axlaziya kelib chiqadi. Yoki ekstraezofagal malignansiyalardan ham bo'lishi mumkin. Ya'ni tashqi tomonda traxeyada yoki boshqa organlarda o'smalar kelib turib, pastki sfinkterda mana shu joyda ezib qo'yishligi mumkin. Ya'ni bu ekstraezofagal malignansiyalar hisobiga kelib chiqadi. Endi natijada nima bo'ladi? Ya'ni bemorimizda doimiy ravishda progressiv disfagiya bo'ladi. Demak, ko'ringlar, dastavval qattiq ovqatlarga keyinchalik suyuqliklarda ham tiqilish sodir bo'ladi. Demak, buni obstruksiyadan bilishligimiz mumkin. Demak, ezofagal obstruksiyalarda asosan faqatgina qattiq ovqatlargagina tiqilish sodir bo'ladi, lekin suyuqliklar uchun nomigagina teshik bo'ladi, joy bo'ladi, shuning uchun bemalol o'tib ketaveradi. Shuning uchun ya'ni axlaziyada dastavval qattiqlarga yutinishda qiyinlashib, bora suyuqliklardan yuta olmay qolsa, demak bilishinglar kerakki, bu yerda axlaziya bo'lyapti. Va bu holat ezofagal kanserlar riskini oshirib yuboradi, ya'ni ezofagusda biror bir o'sma holatlarini keltirib chiqarib qo'yishligi mumkin ekan. Endi buni holatni manometriya yordamida demak ko'rganimizda ezofagusda demak peristaltika umuman yo'q bo'ladi mana shu pastki sfinkter qismida va shu joyda sfinkter qatib ketganligi hisobidan yopishib, shu joyda tinchlik paytida sfinkterda bosimi, resting pressure yuqorilashib ketadi. Ya'ni torayib qatib ketganligi uchun. Va buni endi diagnostika maqsadida bariyli demak bo'tqa ichirib ko'riladi. Va natijada ezofagusda dilatatsiyasimon bo'lib, ya'ni mana shu demak axlaziya bo'lgan joydan yuqori qismida bariylar yig'ilib ketish hisobiga mana shunday kengayganligini ko'rishligimiz mumkin. Va toraygan joy mana bunday qush tumshug'i simptomini beradi. Buni bird's beak deb nomlanadi, ya'ni qush tumshug'i. Ya'ni xuddi ko'ryapsizlar, mana qushning boshi va mana bu tumshuq qismini e'tibor bersanglar, ya'ni o'xshab ko'rinadi. Davosi demak operativ yo'l bilan davolanadi, endoskopik protseduralar qilinadi. Demak, mana shu joydagi sfinkterda, ya'ni relaksatsiya qilish maqsadida botulin toksinni inyeksiya qilinadi. Ya'ni natijada botulin toksini demak shu joydagi muskullarda spazmatik holatini yozib, qisman ochib berib yaxshilashi ham mumkin. Yoki operativ davo bilan qisman ochiladi. Shunaqa yo'llar bilan davolanadi. Ana endi navbatdagi slaydimizda distal ezofagal spazm haqida gaplashib o'tamiz. Buni boshqacha qilib diffuz ezofagal spazm ham nomlanadi. Spontan bo'ladi, demak non-peristaltik ham deyiladi, ya'ni peristaltikaga bog'liq emas va ezofagusda xohlagan qismi demak spazmatik holatga o'tib qolishligi mumkin hisoblanadi. Va bu yerda bitta narsaga e'tibor beringlar, lower esophageal sphincter normal holatda bo'ladi. Bosimi bu axlaziyadan farqi faqatgina sfinkterga bog'liq emas. Ezofagus bo'yichagi barcha shu silliq tolali muskullarga bog'liq bo'ladi. Va ko'pincha spazmatik holat bo'lgandan keyin bemor disfagiya bo'lib, tomog'ida narsa tiqilgandek bo'ladi va bemorda xuddi yurak infarktiga o'xshagan, o'sha stenokardiyalarga o'xshagan og'riq bilan keladi. Va endi bariyli bo'tqa ichib ko'rilganda corkscrew esophagus ko'riladi. Buni hozirlagi rentgenning rasmini ko'rsataman. Mana shu rentgendagi rasmi bilan ham bemalol axlaziyadan farqlab olishligimiz mumkin bo'ladi. Va buni diagnostikasi manometriya yordamida, ya'ni bosimini o'lchab turib holatni ko'ramiz. Demak, davosi, demak nitratlar, kalsiy kanal blokatorlari ana shu joydagi silliq muskullarda spazmini yozib yuboradi. Mana endi e'tiborlaringizni qaratinglar, mana axlaziyada bariyli demak ezofagografiya qilindi. Demak, mana bu joyda distalniy ezofagus qisilib qolgan, mana bu joyda bariy yig'ilib ketyapti. Demak, bu axlaziyaligini bemalol tushunib yetyapsizlar. Lekin diffuzniy ezofagal sfinkter o'sha spazmida mana bu holatni ko'ryapsizlar. Ezofagusda mana bu qismi torayma qismlarida spazm bo'lgan xolos, qolgan qismlari keng. Lekin bu to'liq yopilmaganligi uchun bemalol bariyli aralashma undan bir-biriga o'ta oladi. Ya'ni corkscrew pattern deb shu narsani aytadi. Demak, e'tiborlaringizni qaratinglar, bemalol bittada rentgenga qarab aytishinglar mumkin bo'ladi. Demak, diffuz ezofagal spazm holati patofiziologiyasi demak koordinatsiya bo'lmaydi va o'sha simultaneously contraction esophageal body, ya'ni ezofagusni
umumiy uzunligidagi qismini xohlagan bir qismida kontraktura bo'lib yopishib qolishi. Simptomlari ko'krak og'rig'i bo'ladi, disfagiya bo'ladi, suyuqliklarga ham, qattiqlikka ham bo'ladi. Diagnostikasi monometriya ko'riladi, peristaltikalar ko'rishingiz mumkin va o'sha simultaneously contraction, ya'ni qisqarmalar, ya'ni ezofagus muskullarini to'xtovsiz qisqarishlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi monometriyada. Yoki bizga osonroq yo'li o'sha barili suyulma berganimizda corkscrew patternni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Davolash yuqorida aytdik, kalsiy kanal blokatorlari va nitratlar bersak bo'laveradi. Demak, diffuz ezofagal spazmda monometriyada maxsus mana bu bosimni o'lchaydigan asbob bo'ladi, endoskopga o'xshagan. Mana shu joygacha kiritiladi va ezofagus devorlarining qisqarishiga qarab turib bosim o'zgaradi. O'zi normada ketma-ketga qisqaradi. Ya'ni ovqat luqmasi mana bu joyda bo'lsa, ovqat luqmasini pastga qaratib surish maqsadida, demak, mana shu joyda contraction paydo bo'ladi. Undan keyin mana bunday, undan keyin mana bunday ko'rasizlar, ya'ni ketma-ket qisqarib boradi. Birinchi mana bu qism, keyin mana bu qism, keyin mana bu, keyin mana bu, keyin mana bu bo'lib, oxiri mana bu sfinkterga yetib qisqarib, pastga sekin tushadi. Ya'ni ketma-ket kontraktura sodir bo'ladi. Lekin diffuz ezofagal spazmda simultaneous, ya'ni birdaniga kontraktura bo'ladi. Deyarli mana shu ezofagusning barcha qismi, xohlagan qismi kontraktura bo'lib qoladi. Shuni hisobiga ovqat luqmasi tushayotgan payti mana bu joy torayma, mana bu joy torayma, ya'ni birin-ketinlikda yo'q, kengayma. Ya'ni bu qismda yig'ilib turib, ikkita toraymani o'rtasida ovqat luqmasi yig'iladi va yana orasida mana bu joyda torayma bor va ovqat luqmasi mana bunda yig'iladi. Shuni hisobiga rentgenni ko'rganimizda mana bunday holatda corkscrew patternni bergan bo'ladi. Ana endi skleroderma ezofagal involvement degan narsa bor, ya'ni skleroderma deb nomlangan avtoimmun kasallik bor. Ana shunda demak ezofagusdagi silliq muskullar atrofiyaga uchraydi. Natijada demak lower esophageal sphincter bosimi demak kamayib ketib, demak distal ezofagusda dysmotility, ya'ni harakatida buzilishlar kelib chiqadi. Natijada insonlarda o'sha kislota refluksi, disfagiyalar, demak biriktiruvchi to'qima o'sib ketishligi mumkin, Barrett ezofagus va aspiratsiya ham bo'lishligi mumkin ekan. Demak, shu narsani bilib olinglar, skleroderma deb nomlangan kasallik bor. Demak, maxsus tanadagi turli xil silliq muskullarda yoki fibroz to'qimalar o'sib, ya'ni qattiqlashish bilan ketadigan jarayon. Shunda ham ezofagusda pastki sfinkterda muammolar kelib chiqar ekan. Demak, skleroderma kasalligi bilan ham aloqasi borligini bilib tursak yetadi. Demak, navbatdagi slaydimizda endi biz Barrett ezofagus haqida gaplashib o'tamiz. Buni anatomiyada ham ko'rib chiqdinglar. Demak, Barrett ezofagus bu o'smolli holat hisoblanadi. Demak, maxsus shu ichakdagi epiteliyalarga ezofagus epiteliyasining o'xshab ketish holati, ya'ni metaplaziya bo'lish holati hisoblanadi. Demak, ezofagusda o'zida mana ko'ryapsizlar, non keratinized, ya'ni keratinlashmagan, ketma-ket joylashgan yassi epiteliya hujayralari bo'ladi va doimiy ravishda oshqozondagi kislota ezofagusda mana shunday eritib yuborib, ezofagusda doimiy ravishda kelib zararlaverish natijasida bu joydagi epiteliyalar endi kislotaga bardoshliroq bo'lishni xohlaydida va natijada intestinal epiteliyaga o'xshashni boshlaydi. Demak, bu siliyasi bo'lmagan, demak kolumnar, ya'ni silindersimon va tarkibida goblet hujayralari, ya'ni o'sha bez hujayralari bo'lgan epiteliyaga o'tishni boshlaydi. Sababi, e'tibor beringlar, o'zi oshqozondagi kislota ham 12 barmoqli chekka quyilgan payti mana bu goblet hujayralar demak sekretlar ishlab chiqarib, shu joydagi kislotani neytrallab, 12 barmoqli chek shunga moslashgan, oshqozonda doim kislotasini qabul qilishga. Xuddi shunday, demak, Barrett ezofagusda ham qizil o'ngachdagi mana bu kislotaga moslashmagan epiteliy endi ichak epiteliyasiga aylanishni boshlaydi. Maqsad ana shu kislotaga moslashish. Natijada o'ziga xos bo'lgan metaplaziya kelib chiqadi, ya'ni epiteliy o'rni boshqa epiteliy bilan almashadi. Va bu bora-bora bu jarayon to'xtamasa, keyinchalik o'smalarga o'tib ketib qolishligi mumkin. Demak, Barrett ezofagusda asosiy sababi bu xronik GERD hisoblanadi, ya'ni gastroezofagal reflux kasalligi. Ko'pincha shu ezofagal adenokarsinomani riskini oshirib boradi. Agar bu jarayon to'xtamasa, bora-bora shu joydagi hujayralarda metaplaziyadan keyin displaziya o'tib ketib turib, noto'g'ri shaklli hujayralar paydo bo'lib, keyinchalik o'smalarga olib kelib qo'yishligi mumkin. Ana endi mana ezofagal kanserlarni ko'rib turibsizlar. Demak, asosan ikkita turli kanser bo'ladi. Demak, asosiy agar ezofagusda o'sma bo'lib qolsa, birinchi bo'lib progressiv disfagiya bo'ladi. Demak, dastavval qattiq moddalarga nisbatan, keyinchalik suyuqliklarga nisbatan yutunishda muammo bo'ladi va bemor yaxshi ovqatlanmaganligi uchun ozib ketadi. Yaxshi ovqatlanmaydi chunki og'riyapti ovqat yesa va o'zida yana bitta narsa bor, o'smalarda o'zi kaheksik faktor bo'ladi, ya'ni ozdiruvchi faktorlar ishlab chiqarilib, o'sma bo'lgan odam o'z-o'zidan ham ozib ketadi.
ham bu odam ovqat yemaydi, ham o'sma hisobiga ham oziydi. Va ko'ryapsizlar, demak, ezofagal devorda sirroz qavat yaxshi rivojlanmaganligi uchun bu o'smalar agressiv hisoblanadi, ya'ni tezda qolgan to'qimalarga tarqab ketishligi mumkin. Demak, xuddi shunaqa. Va ko'pincha agar kasallik rivojlangan holatda bo'lsa, bu pur prognoz beradi, chunki bemor o'lishi ham mumkin. Chunki rivojlanib bo'lgan o'sma yetarlicha. Demak, ikkita turi bor. Demak, squamous cell karsinoma va adenokarsinoma degan ikkita turi bo'ladi. Squamous cell karsinoma, demak, yassi epiteliy hujayralarning o'smasi, adenokarsinoma bu bezli epiteliy hujayralarning o'smasi. Squamous cell karsinoma yuqori 3dan 2 qismda sodir bo'lsa, adenokarsinoma demak pastki 3dan 1 qismida sodir bo'ladi ko'proq. Endi risk faktorlari. Squamous cell karsinoma, ya'ni ezofagusning yuqori qismi o'smalari. Ko'pincha alkogol, qaynoq suyuqliklar, kaustik, ya'ni o'sha ishqoriy moddalar, chekish, axlaziya va nitrozaminga boy bo'lgan ovqatlar tarkibida ham, ya'ni o'shalar hisobiga ham kelib chiqishligi mumkin ekan. Shu eng ko'p uchraydi dunyo bo'yicha. Endi adenokarsinoma bu pastki distal qismi. Demak, distal qismi Barrettdan oldin, ya'ni Barrett hisobiga paydo bo'ladigan adenokarsinoma hisoblanadi. Demak, mana xronik GERD hisobiga, Barrett ezofagus hisobiga kelib chiqadi. Agar inson semiz bo'lsa ham GERDga sabab bo'ladi. Sigaret chekish ham bunga sabab bo'lishligi mumkin. Va eng ko'p uchraydigan joyi Amerika hisoblanadi. Chunki Amerika aholisida semizlik, shu Barrett ezofagus GERD bo'lish ehtimolligi yuqori, chunki ularda ovqatlanish ratsioni, ovqatlanish tartibi, ya'ni har xil bo'lganligi uchun, buzuq bo'lganligi uchun, ko'pincha fast foodli holatlar bo'lganligi uchun ham adenokarsinoma kelishi juda ham riski yuqori bo'ladi. Ana endi ezofagusda demak bo'shlig'ining torayib qolishi bor. Ikkita sababga ko'ra torayib qolishi mumkin. Mana shu rasmda ikkala sababni ko'rsatgan. Demak, birinchisi ezofagal stricture paydo bo'lishligi, ya'ni ezofagusda biriktiruvchi to'qima o'sib ketib holati, mana bunday holatda ko'rib turibsizlar. Va ikkinchisi demak o'sma hisobiga torayib qolishi bor. Mana shu ikkalasini ko'rib chiqamiz farqini. Demak, structure bo'lganda doimiy ravishda mana e'tibor beringlar, simmetrik torayma kelib chiqadi. Ya'ni bu tomondan ham ezofagusni ezib turib, bir xil tomondan, mana bu tashqi tomonga e'tibor bersanglar, bir xil tomondan torayma paydo bo'ladi. Mana structurelar. Bu narsa mana simmetrik torayish bo'ladi, chunki kislotaga bog'liq bo'lib, shu joyda kollagenlar depozitsiya bo'lib, kollagen tortib turib, ezofagusni hamma tomondan simmetrik bir-biriga yopishtirib qo'yadi. Lekin ezofagal kanser bo'lsa asimetrik bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar, bir tomon bo'rtib chiqadi-da, mana shu joyda biriktiruvchi to'qima o'sib, biriktiruvchi to'qima emas, shu joydagi o'sma hujayrasi o'sib, ezofagus devorini to'sadi. Va shu asimetrikligiga qarab turib, mana yuqoridan demak struktura bormi yoki-da ezofagal kansermi, shuni ajratib olsa bo'ladi osongina. Ana endi disfagiyalarni ko'rib chiqamiz. Disfagiyalarda bir-biridan farqlab olishligimiz kerak. Demak, istoriyasiga qaraymiz, bemorda yutinish qiyinchiligiga qarab turib, demak, bemorda orofaringeal disfagiya bormi yoki ezofagal disfagiya bormi, bir-biridan farqlab olishligimiz kerak. Orofaringeal disfagiya bu og'iz bo'shlig'ining o'zida bo'ladi, tomog'ining o'zi orqasida bo'ladi. Ya'ni qizil o'ngish tomonga qarab, to'sh suyagining orqasiga qarab o'tmaydi tiqilish hissi. Ya'ni bu orofaringeal disfagiya bo'lsa, demak, e'tibor beringlar, misol uchun yutinish stroklardan keyin, insultlardan keyin yo'qolib qolgan bo'lishligi mumkin bemorimizda yoki-da biror bir og'iz bo'shlig'i o'smalaridan keyin shu tomog'ining o'zida orqa qismida qolib ketayotgan bo'lishligi mumkin ovqat luqmasi. Demak, yutinishni boshlashda qiyinchilik bo'ladi bemorda. Sirazi ovqat yegandayoq yo'talib yoradi, ya'ni qaytib yoradi va burnidan chiqib ketib qoladi. Nazal regurgitatsiya bo'lib ketadi, suyuqliklar. Va bunda asosiy diagnostika holati demak, bariyli bo'tqa ichirib turib, video fluoroskopik tekshiruv qilinadi. Ya'ni o'zini maxsus apparati bor, shu tomoqqa tiqiladida video fluoroskop bilan ichayotgan paytdagi holatini kuzatiladi. Ya'ni qayerda tiqilish bo'lyapti, nima hisobiga bo'lyapti. Endi ezofagal disfagiyalar bo'lsa, bunda asosan biladi, mana to'sh suyagining orqasida ezofagusning ma'lum bir qismida tiqilish sodir bo'ladi. Ya'ni xuddi ovqat luqmasi ko'kragida qotib qolgan, shu joyda turib qolganga o'xshaydi. Xo'p, demak, ikki xil sababi bor ezofagusda ham. Harakat, motility disorderlari bor va mexanik obstruksiya bo'lishligi mumkin. Motility disorderga misol uchun axlaziya. Axlaziya bo'lsa, misol uchun ko'ryapsizlar, disfagiya bo'ladi qattiqlarga, keyinchalik suyuqliklarga ham bo'lishligi mumkin. Va axlaziyaga asosan tashxis qo'yishligimiz uchun bariyli bo'tqa bilan ichiriladi, monometriya qilinadi, endoskop bilan ko'rilishi mumkin. Mexanik obstruksiya misol uchun malignansiyalar bo'lsa, e'tibor beringlar. Demak, disfagiya suyuqliklarga bo'ladi va bora qattiqqa bo'ladi, bora suyuqlikka ham bo'ladi. Bunda asosan yuqori gastrointestinal endoskopiya yordami bilan ko'riladi.
demak barili suyuqligi ham ichilishi mumkin. Deyarli axlaziyada ham, malignansiyalarda ham bir xil taktika qo'llaniladi. Faqat bilib olishligimiz kerak, ya'ni sizlar endoskop tuqqan payti malignansiya bormi yoki axlaziya bormi yoki rentgenga qarab turib nima borligini bilib turib, undan keyin ko'rish kerak. Deyarli barchasida endoskop yordamida tekshiriladi. Demak, mana shu ma'lumotlar bilan qizil o'ngach patologiyalariga yakun yasaymiz. Keyslarini ko'rganimizda bularda yana ham chuqurroq o'rganib olasizlar. Keyingi darsdan oshqozon, demak, gastrik patologiyalarni ko'rishni boshlaymiz sizlar bilan. Barchaga xayr, salomat bo'linglar.